Shu 200 ming so'm pul sizniki bo'lib qolishi mumkin. Faqatgina ko'rib turgan videolaringga bittadan hoziroq like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozasizlar. Kelar hamda bizdan 31-yanvargacha kelib, motoblok xarid qiladigan bo'lsalaring, motoblogimizning narxini sut-ekin eng arzon optim narxlarda kelishamiz akalar. Narxidan tashqari bonus sifatida 200 ming so'm sizlar uchun pul qo'shib beriladi gazlaringga, obedlaringga, ehtiyojlaringga ishlatish uchun. Bemalol boshqa joylardan motoblokda narxini bemalol surishtirib, solishtirib kelishlari mumkin. Eng arzon optim narxlarda qilib beramiz. Hozirgi sizlarga tanishtirib o'tadigan motoblogimiz ikki xil variantdagi motoblogimiz benzinli hamda salalkali 360 gradusli motobloglarimiz haqida sizlarga to'liq obzorlarni qilib o'tib ketamiz akalar. Ikkovi ham Kentaur brendidan. Bu motoblogni ishlatganlar sifatini, ishlashini juda ham yaxshi bilishadi, juda ham sifatli qilib ishlangan motoblok. Birinchi o'rinda benzinli modelidan tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rib turgan motobloklaring 192 motor, 17 ot kuchli benzinli 360 gradusga aylanadigan motoblogimiz bo'ladi. Bu motoblogimiz kalit statorli, ya'ni akkumulyatorlari qo'yilgan, akkumulyatorlari ham Damas akkumulyatorlaridan, katta akkumulyatordan bo'ladi. Ko'rishlari mumkin. Statorga ham hamda oldi tomonda ruchnoyi bor, ruchnoyi ham bemalol zavodit qilib, yurg'izib ishlatsalar ham bo'laveradi. Vozdixi tepa tomonda maslinli vozdixlar bilan jihozlangan. Bu vozdixiga yoq quyib beradigan bo'lsalaring, tashqaridan kirganchang ichida qolishini hisobiga sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi. Oldi tomonda LED faralari bilan jihozlangan, kechasi kunduz ishlatish uchun qulay. Boshqa motobloklarga nisbatan motor quvvatlari, kuchlanishi juda ham baquvvat. 2 yil zavodskiyaga garantiyalar bilan beramiz. Balonlari 612 tishli, shiroki, miyaqki balonlar bilan jihozlangan. Bitta e'tibor berasizlar, ko'rishlari mumkin. Xo'p, rollari ham uzun qilib ishlangan, boshqarishga qulay akalar. Bemalol orqa qishloq xo'jaligi jatkalarida, dori sepadigan apparatlarda bemalol uстановkalarni qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Mana kanofka qismi boshqa motobloklarga nisbatan anchagina katta qilib ishlangan. O'ng ruchkani bossalar o'ng tomonga mana, chap ruchkani bossalar chap tomonga frezasini qo'ysalaring ham aylanadi. Balon turgan holatda ham aylanadi, freza qo'yishlatadigan bo'lsalaring ham balon aylanadi. Xo'p, rolini pastga, tepaga, rolini yonboshga bemalol legirovkalarni qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. O'chirib qo'ygan knopkalari ham temirli, ko'rishlari mumkin. Gazlari ham temirli gazlardan, hamma yo'g'i funksiyalari o'ziga qo'yilgan. Aytganimda 1 yildan 2 yilgacha zavodskiyaga garantiyalar beramiz. Ukam buni rasxoti qanaqa degan akalarimiz, rasxoti 800 gram 1 litr soatiga rasxot qilib beryapti. Narxi 8 million 800 ming so'm. Bemalol kelib do'konimizdan xarid qilishlari mumkin. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Endi xuddi shu Kentaur motoblogimizni Solarishniy modeli kelgan. 190 15 17 ot kuchli Solarishniy modelimiz. Bunga nisbatan rasxot tomonlama rasxoti ham oz, keyin quvvati ham baland bo'ladi. Reduktorlariga bitta ahamiyat berasizlar. Katta reduktorga originalidan. Hamda buni ham karofkalari 360 gradusli katta karofkadan. Balonlari tishli bo'lgani hisobiga yerda unaqa buksavat qilib botib qolmaydi akalar. Bu ham o'ng ruchkani bossalar o'ng tomonga, chap ruchkani bossalar chap tomonga burilish xususiyatiga ega. Gazlari hamda skorslari buniki ham temirli, orqa o'qlari ham qalin o'qlar bilan jihozlangan. Komplektida 5 qator o'ng, 5 qator chapda frezalarni komplekt qilib qo'shib berilyapti. Ko'rishlari mumkin ma'lumotlarni, motorlari yaxshi sifatli motorlardan bo'ladi. Ko'rishlari mumkin. Benzinli motoblogimizda ham karofkasi shu bilan bir xil holatda chiqadi. Faqat bu benzinli, bu Solarishniy modeli bo'ladi. Balonlari ikkovniki ham bir xil. Ko'rishlari mumkin. 612 orqa o'qlari ham mana ko'rishlari mumkin. Bir xil qilib ishlangan modelidan bo'ladi. Sifatlari juda ham zo'r. Freza qo'yib ishlatadigan bo'lsalaring ham bemalol rollarini burib ishlatsalar ham bo'laveradi. Unaqa ortiqcha kuchlanish bo'lmaydi. Bunimizning narxi 9 million 500 ming so'mdan bemalol do'konimizdan kelib xarid qilib ketishlari mumkin. Dastavkalar bor, kelishilgan holatda qilib beramiz akalar. Aloqaga chiqib bog'lanib kelaverasizlar. Chiroq narxlarda qilib beramiz. Boshqacha modellari ham bor do'konimizda.